Olmaliqqa kelganmiz. Volvo 140 talik ekskavatorimiz bo'lgan. Pechkasi ishlamay qolgan. Tekshirdik, ko'rdik hamma narsasini. Xo'sh. Tekshiruvlarimiz tugadi. Diagnosimiz. Mabodo kimgadir qiziq bo'lsa bizda kompyuter xizmati ham bor. Ana edi. Kompyuterning ichiga suv kirib, pechkani ichini dabdalagan. Endi buni to'g'rilab o'zidek qilib, xudo xolasa vastanavit qilamiz. Bu joyiga olib kelib qo'yib beramiz. Agar mabodo vastanavit qilib bo'lmasa, menga qo'yishga majbur bo'lamiz. Xudo xolasa baribir ishlaydi. Joyiga berib ketamiz ekskavatorimizni.